Instagramga kirsam, har 4 ta videoning bittasi mana shu trenddagi desert. Buni devachkalarimga o'rgatmasam bo'lmaydi dedimda, retseptini olishga qaror qildim. Ishni zavarnoy krem tayyorlashdan boshlaymiz. Hammasini to'liq yozib qoldiraman. Ishoninglar, kremi shunaqa nejniy, shunaqa mazali. Tayyor kremni sovutishga qo'yamiz va tayyor qat-qat xamirni olib, yoyib, to'rtburchak qilib kesib olamiz va qizib turgan duxovkada qizartirib pishirib olamiz. Endi kremni ikkinchi qismiga o'tamiz. Bizaga Kalix savdo belgisini 33% slivkisi va tvorojniy siri kerak bo'ladi. Sovigan zavarnoy kremni solib, bitta yaxshilab mikserlab olamiz. Qarabsizki, eng mazali va mayin kremimiz tayyor. Endi desertimizni tayyorlashni boshlaymiz. Qat-qat xamir, ustidan banan va malinani ayamaymiz. Uni ustidan mazali krem va eng ustki qismiga ganashni to'ldirib qo'yib, qulupnay va golubika bilan chiroyli qilib yasatib olamiz. Bu desert o'ylaganingizdan ham mazali. Ovozini eshitinglar. Retsept bitta like bosib qo'yishga arzirkanmi?